Ko'z oldingizga kichik ishlar bilan kelgusini bog'layolmaysiz. Uni faqat o'tmishni eslagandagina ko'rgili bo'ladi. Shunga siz cho'qim ushaq ishlarning kelgusi bilan bog'lanishliq ekanligiga ishonishingiz kerak. Sizning cho'qim shundoq ishonchingiz bo'lishi kerak. Mayli bu kichik ish sizning aql farostingiz bo'lsin, taqdiringiz, hayotingiz yoki sabab natijangiz bo'lsin. Chunki o'tgan ishlarning bir-biriga bog'lanishib ekanligiga ishonganda, ondan odamda o'ziga sodiq bo'lish aqidasi paydo bo'ladi. Garchi sizning tanlashingiz boshqalarnikiga o'xshamasmi, bu sizni boshqalardan farq qiladi. Sizning vaqtingiz chekli. Shunga uni boshqalarning hayoti ichida isrof qilib o'tmang. Diniy aqidlarning cheklamasiga bo'g'ilib qolmang. Boshqalarning sizdan kutgan orzusi ichida yashamang. Tanqid fikrlarning yurak sadoyingizni besib ketishiga yo'l qo'ymang. Siz cho'qim o'zingiz yaxshi ko'radigan narsani tepishingiz kerak. O'zingiz yoqtiradigan kasb va hamromi shuning ichida. Sizning xizmatingiz hayotingizning zo'r bir qismini egallaydi. O'zingiz qilayotgan xizmatning to'g'riligiga ishongandan siz ondan chin qalbingizdan qanoat hosil qilasiz. Lekin faqat o'zingiz yaxshi ko'radigan ishni qilganda ondan utuq qozona olasiz. Agar texnik topolmagan bo'lsangiz